Assalomu alaykum hurmatli ommaviy axborot vositalari vakillari hamda qadrli mijozlar. Bugun sizlarga 2026-yilning 1,5 yillik yakunlari bo'yicha Asakabank tomonidan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining naqdsiz hisob-kitoblarni ommalashtirish va yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PF 246 farmoni ijrosi doirasida amalga oshirilgan ishlar haqida ma'lumot bermoqchiman. Asakabank tomonidan mamlakatimizda moliya shaffofligini ta'minlash, naqdsiz hisob-kitoblar ulushini oshirish, mijozlarga qulay va zamonaviy xizmatlarni yo'lga qo'yish hamda yashirin iqtisodiyotni qisqartirishga qaratilgan chora-tadbirlar izchil amalga oshirilmoqda. Avvalo notarial bitimlar bo'yicha amalga oshirilgan ishlarga to'xtalsam. Bugungi kunda Asakabankka jami 20 nafar notarius biriktirilgan bo'lib, ularning ish rejimiga muvofiq bank xizmatlari samarali tashkil etilgan. Shuningdek, aholiga yanada qulaylik yaratish maqsadida Xorazm, Namangan viloyatlari hamda Toshkent shahridagi avtomobil bozorlari hududida 4 ta bank kassasi tashkil etilgan. Jumladan, Namangan viloyatida 2 ta, Xorazm viloyatida 1 ta va Toshkent shahridagi Sergeli avtomobil bozorida 1 ta bank kassasi faoliyat yuritmoqda. Joriy yilning 1-aprelidan 1-iyuliga qadar notariuslar orqali rasmiylashtirilgan oldi-sotdi bitimlari bo'yicha ochilgan escrow hisob varaqlari orqali 2560 ta mijozga xizmat ko'rsatildi va umumiy qiymati 145 milliard so'mlik bitimlar amalga oshirildi. Shundan avtomobil oldi-sottisi bo'yicha 1418 ta bitim 9,5 milliard so'mni, ko'chmas mulk oldi-sottisi bo'yicha 1142 ta bitim esa 135,5 milliard so'mni tashkil etdi. Endi avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalari bo'yicha ko'rsatkichlarga to'xtalaman. Bugungi kunda Asakabank tomonidan xizmat ko'rsatilayotgan 80 ta avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchasi mavjud bo'lib, ularning barchasi post terminallar va QR kod orqali to'lov qabul qilish imkoniyati bilan to'liq ta'minlangan. Joriy yilning 1-aprelidan 1-iyuliga qadar mazkur shoxobchalar orqali umumiy 87 milliard so'mlik tushum amalga oshirildi. Shundan 7,7 milliard so'mi bank kartalari orqali, 600 million so'mi esa QR kod orqali qabul qilindi. Alkogol va tamaki mahsulotlari savdosida ham belgilangan talablarni ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Hozirgi kunda Asakabankda ushbu yo'nalishda faoliyat yurituvchi 159 ta mijoz mavjud bo'lib, ularning barchasi, ya'ni 100% post terminallar va QR kodlar bilan ta'minlangan. Hurmatli mijozlar, Asakabank bundan keyin ham mamlakatimizda naqdsiz hisob-kitoblarni kengaytirish, moliya shaffoflikni ta'minlash, raqamli to'lov xizmatlarini rivojlantirish hamda yashirin iqtisodiyotni qisqartirishga qaratilgan islohotlarni izchil davom ettiradi. E'tiboringiz uchun rahmat.